2026-yil 27 fevral kuni ommaviy axborot vositalari uchun ochiq eshiklar kuni doirasida media tur tashkil etildi. Unda jurnalistlar O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati tizimida amalga oshirilayotgan yangilanishlar bilan tanishdi. Media tur davomida O'ztemir yo'lovchi aksiyadorlik jamiyati tomonidan Sharq poyezdi uchun xarid qilingan yangi zamonaviy vagonlar namoyish etildi. Yangi vagonlarda qulay o'rindiqlar, uzluksiz isitish va sovutish tizimi joriy etilgan. 2026-2030 yillarda yana 200 ta yangi vagon xarid qilinishi rejalashtirilgan. Biz depomizda asosan faqat yo'lovchi vagonlarga texnik xizmat ko'rsatamiz hamda yo'lovchi vagonlarni yo'lovchilar uchun vokzalga chiqarib berish bo'yicha tayyorgarlik ko'rish, uni har taraflama tayyorlash, yo'lovchilarga qulay sharoitlarni yaratib berish bo'yicha to'liq korxonamiz zimmasiga yuklangan. Bugungi kunda hozir yangi yo'lovchi vagonlarni qabul qilib oldik. Yo'lovchi vagonlarni ta'mirlash va qurish zavodidan, aksionerlik jamiyatidan 2026-yil hisobidan 8 ta yangi vagonlarni qabul qilib oldik. Bu O'zbekiston Respublikasi tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi mablag'laridan moliyalashtirildi hamda 6 tasi, 2 tasi o'zimizni O'zbekiston temir yo'llari aksionerlik jamiyatining o'z mablag'lari hisobidan